Rahmonir-rahim. Hurmatli tinglovchilar, bizni xonadonimizni koronavirus 19 chetlab o'tmadi. 4 yil avval chin do'stim, 56 yil bir yostiqqa bosh qo'ygan turmush o'rtog'im, 5 bolalarni dunyoga keltirib, bu epidemiya orqali meni tashlab ketdi. Shu kundan boshlab meni kelinlarim, farzandlarim, nabiralarim barcha sharoitni yaratgan bo'lsalar-da, kechqurun 7 dan 12 gacha bo'lgan vaqtni zerikarli o'tkaza boshladim. Bu zerikarli vaqtni maroqli o'tkazish uchun qo'limga ruchka ushlab kitob yozishga kirishdim va har kuni 3 soatdan kitob yozishga vaqt sarflab 2 kitobni ham yozdim. Biri 18,000 olamga hayrat yoxud jannatga yo'l degan diniy ma'rifiy kitob bo'lsa, ikkinchisi ilmiy, ya'ni uzoq umr sirlari yoxud qari bilganini pari bilmas kitobini ham yozib 400 nusxada chop ettirdim. Bu kitoblarni qarindosh urug'larga, tanish bilishlarga, o'quvchilarimga sovg'a qilib, ehson qilib tarqatdim va bu kitoblarni o'qigan insonlardan juda yaxshi fikr mulohazalarni ham oldim. Juda zo'r yozilgan degan va yana buni bosmadan chiqarishni talab qilganlar ancha. Ammo kitob yozish o'zi oson bo'lmagan-sada moliyaviy jihatdan ta'minotga ham muhtoj bo'lar ekanda. Homiy topolmagach 3 soatli vaqtimni yana zerikarli o'tkaza boshladim. Shu kunda meni kenja o'g'lim, ota, endi kitobni yozmasangiz-u sizga maqola yozadigan bir omilni topib bermoqchiman dedi. Va telefonda internetga kirib Ismoilov Sobitxon bobo studiyasini ochib berdi. Shu kunni ham 31-mart kuni boshlagan bo'lsam, yaqinda 1 yil to'ladi. Shu bergan vaqt orasida 205 tadan ortiq maqola yozgan bo'lsam-da, ularni ko'rayotgan insonlarni sarhisob qilsam, har kuni 2000 dan ortiqroq inson ko'rish bilan faqat 305 tadan ortiq muxlis a'zo bo'lganini ko'rib, fikrim o'zgardi. Demak, men berayotgan ma'lumotlarni ijobiy baholayotganlar va salbiy baholayotgan insonlar borligi ayni haqiqat. Chunki qarama-qarshilik bo'lmasa, hayot to'xtab qolishini hamma biladi. Men ana shu ma'lumotlarga asoslanib berayotgan ma'lumotlarni qancha ko'p ijobiy baho berayotganlarini yoki salbiy qarash bilan baho berayotganlarini hisob-kitob qilish maqsadida tarozining bir pallasiga savobli omillar,
ikkinchi pallasiga gunohli omillarni qo'ymoqchiman. Buni adog'ini topish uchun 10 kun davomida hikoya yozishni to'xtataman va muxlislardan keladigan ma'lumotlarni sarhisob qilmoqchiman. Agar savobli ishlar ko'proq bo'lsa, Alisher Navoiy bobomizni hunarni, bilimni o'rganib netgumdir oxir olib tuproqqami ketgumdir oxir degan da'vatlari asosida studiyamni davom ettirsam. Aks holda gunohli omillarim ko'proq bo'lib chiqsa, Ogahiy bobomizni Ogahiy endi menga o'lmakdan o'zga chora yo'q degan da'vatlarga amal qilib, studiyamni ishini to'xtatishni lozim deb topaman. Chunki insonlar albatta har bir omilga ikki tomondan baho beradilar. Yaxshi baho berish oson, ammo yomon baho berish ancha mushkul. Yomon baho berayotganlarga odamlar quyidagicha salbiy qaraydilar. Ichi qora deydilar, hasadgo'y deydilar. Xorazm xalqi manglayi qora desalar, butun xalq tirnoq ostidan kir qidiruvchilar degan bahoni ham beradilar. Men ana shu tirnoq ostidan kir qidiruvchilarni ham yaxshi baholayman. Chunki siz ko'rmagan tirnog'ing ostidagi kirni ko'ra oladilar, sizni ogohlantira oladilar va shularni talabi bo'yicha tirnog'ingizni tozalab sog'lom yashashingizga imkon beradilar-ku. Hurmatli birodarlar, shunga amal qilib 10 kun davomida bergan ma'lumotlaringizga asoslanib yoki Navoiy bobomizni talabi yoki Ogahiy bobomizni talabini amalga oshirmoqchiman. Chunki insoniyatda o'limdan boshqasini chorasi bor deyiladi. Faqat o'limgagina chora yo'q. Demak, men studiyamni to'xtatar ekanman. Osmoni falakka qarab, chorasiz kunni qachon, qaysi kuni, qaysi soatda, qanday holatga kelishini kutib yotishdan boshqa choram qolmaydi. Albatta sizlardan to'g'ri ma'lumotni kutib qolaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat